Assalomu yaxshilar, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugun men Xo'ja guruhining solisti Izzat aka Ibrohimov bilan ko'rishaman. Assalomu alaykum Izzat aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'tgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Izzat aka, mana yangi yilga oz qoldi. Shuning uchun o'sha yangi yil tabriklaringizni biz kuzatuvchilarga, o'zingiz kuzatuvchilaringizga, muxlislaringizga chiroyli qilib tabriklab bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz kuzatuvchilar. Yangi yil shunaqa bayramki, bu o'z-o'zidan beixtiyor odamning kayfiyatini ko'taradigan, shu bolalikka chorlaydigan, bolalikka qaytaradigan, bolalik xotiralarni esga soladigan shunaqa ajoyib bayram. Buni ko'tarinki kayfiyatda nishonlamasdan iloji yo'q. Biz ham o'z navbatida uyimizda o'sha farzandlarimiz uchun, qolaversa hozir endi nabirali bo'lganmiz, nabiralar uchun baribir mana shunaqa katta bo'lmasa ham yasatib berib, kichkinaroq archalarni yasatib qo'yib, o'sha nabiralar kelib ketishini intizorlik bilan kutamiz. Ularga sovg'a salomlar tayyorlab qo'yib, ularni nima deydi, o'sha yangi yilda qorbobodan oladigan sovg'asiga qanaqa bir nima deydi, reaksiya bildirishini kuzatib, o'zimiz ham maza qilib bolalikka qaytamiz. Va beixtiyor o'sha mana endi ota-onam o'tib ketishgan. O'sha yoshligimda bir 99-yil, 26 yil bo'libdi aytgan onajon degan qo'shig'im har doim esimga tushadi. Zo'r chiqqan. Onajonim, onajonginam, ko'zlaringiz nechun Alamet bilmezden bir O'zimdan o'ri gelip har an Yaşaysiz aziz onajon ulg'ayib qolgan bo'lsam ham, ko'rdingizmi? Zo'r chiqqan. Bolajonlar ulg'ayib qolsa ham onalar uchun, ota-onalar uchun bola yosh hisoblanadi. Shuning uchun hammani ota-onalarimizni, yaqinlarimizni va bolajonlarimizni bugungi bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' salomat